Amerikaliklar yil davomida elektr energiyasini tejashning oddiy usulini o'ylab topishgan. Ular tomda teshik ochib, ustiga shaffof shisha shar o'rnatishadi. Bu qurilma quyosh trubasi deb ataladi. Uning vazifasi quyosh nurini yig'ib, uni ichkiga yoritishga aylantirish. O'rnatilgandan so'ng ilgari qorong'u bo'lgan xona darhol yorishadi. Bunday yechim ayniqsa katta derazalari bo'lmagan yoki soyali tomonda joylashgan uylar uchun foydali. Xo'sh, quyosh nuri ichkariga qanday kiradi? Shar barcha yo'nalishlardan kelayotgan nurni sindirib, uni fokuslaydi. Keyin bu gumbaz truba bilan ulangan bo'ladi. Trubaning ichki yuzasi 99% aks ettirish koeffitsiyentiga ega metall qoplama bilan qoplangan. Shu sababli nur ko'p marta aks etib ichkariga yetib keladi. Truba chiqish qismida yoritishni bir tekis tarqatuvchi qurilma o'rnatilgan bo'lib, u nurni xona bo'ylab teng taqsimlaydi. Bu kunduzgi yoritish tizimini elektr energiyasidan foydalanmaydi va doimiy ravishda xonani yoritib turadi. Xo'sh, kechasi-chi deb so'rashingiz mumkin. Tizimga o'rnatilgan quyosh panellari kunduzi energiyani to'playdi va uni kechasi ishlatadi. Natijada 0 darajadagi energiya sarfiga erishiladi. Bu ekologik, toza, tejamkor va uzoq muddatli yechimdir. Agar siz ham quyoshdan elektr olishni xohlasangiz, Arif Solarga murojaat qiling.